Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, til bilan bog'liq mavzudagi suhbatlarimizda inshaalloh yana davom etamiz. Yodingizda bo'lsa, eng so'nggi chiqishimizda Sharh Mullo kitobidagi arabiy bir iborani keltirgan edik. Ana shuning yana bir tatimmasi bor, u boshqa forsiy iboratlarda keladi. Shishayi shikastaro payvan kardan mushkilas. Shishayi shikastaro payvan kardan mushkilas. Indili ozurdaro xursan kardan mushkilas debdilar. Ya'ni bu forsiy ibora bo'lib, chil-chil qilib sindirib yuborilgan shishani yana qayta yamash, yana qayta uni butlash mutlaqo mushkulmi? Mushkul. Shishayi shikastaro, shikasta bo'lgan, chil-chil qilib sindirib yuborilgan shishani payvan kardan mushkilas. Uni yana qayta yamab, yana uni butlash mutlaqo mushkul. Qo'lingizga bir sig'imli bir idishni, shisha idishni olib, yerga bir uraylikda chil-chil bo'lib sinadimi? Sinadi. Endi shuni qayta yamashni o'ylang, mushkul, mutlaqo mumkin emas. Gap shishada emas, muhtaram azizlar. Gap bu yerda. Qayerda? Indili ozurdaro xursan kardan mushkilas. Ha, chil-chil qilib sindirilgan shishani qayta butlash qiyin bo'lganidek, ya'ni qiyin emas, mumkin bo'lmaganidek, mumkin emas. Qiyin bo'lsa ham qilsa bo'lardi. Mumkin bo'lmaganidek, ozor berilgan qalbni, sindirilgan ko'ngilni yana qayta xursand qilish xuddi shu kabi mushkuldir deb aytadilar. İnsonning qalb oynasi sinmasin, insonning ko'ngil shishasi sinmasin. U nima bilan bo'ladi? Bir og'iz o'ylamay gapirilgan gap, bir og'iz mulohaza qilmasdan gapirilgan so'z bilan insonning qalbiga ozor berishimiz bor. Alloh saqlasin. Qalb sinsa nima bo'ladi-siz? Qalb sinarkan, qalb Alloh taoloning nazari tushib turadigan joymi edi? Xudoning nazari tushib turgan joyni siz sindirsangiz, u qalbni, u nazari tushib turgan zot bizga qanday muomala qilishini endi o'zingiz o'ylab ko'ravering.